Odamlar sayohatni xarajat deb o'ylaydi. Yo'q, xarajat, nima kerak bor xarajat? Qilma. Borma, ko'rma, o'tir uyingda, ushlab o'tir. Qani tomosha qilishchi ko'payarmi kashida ko'llar, orollar bormi, tam suvlar, dengizlar, okeanlar tugamaydi. Tugash mana bu yerda. Biz o'ylaymiz, tugaydi. Pulim tugaydi, tam baxtim tugaydi, nimadirim tugaydi, boyligim tugaydi, itagdali yashaymiz, qo'rquvda ushlab yashaymiz. Qo'yib, Xudo aytayapti, sayohat qil va mana shu sayohat davomida Allohning marhamati, Allohning barakasi, Allohning senga beradigan rizqi cheksiz ekaniga iymon keltir. Ishon shunga, tugamaydi. Hozir ketsa joyiga keladi. Shu suvday qayergadir ketyapti, qayerdadir kelyapti. Turib qolsa tasavvur qiling nima bo'ladi? Ispareniya bo'ladi. Balchiqga aylanadi. Shuning uchun yurishi kerak. Pul ham shunaqa. Bu koshelokdagi pulingiz ham shunaqa. Chiqishi kerak, shundagina joyiga qaytadi. Chiqishi kerak, shundagina joyiga qaytadi. Menga Alloh shuni isbotladi. Sayohat qil va qo'rqma dedi. Qo'rqmayapman, sayohat qilyapman. Yaxshi ko'rib yashayapman hayotni.